Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Hozir sizlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz bor sotuvda. Shuni bir video obzor qilib ko'rsataman. Ochiqchasini aytganda, hurmatli obunachilar, mana shu mashinani men o'zim o'tgan yil sotgan edim. Dekabrda, 2024-yil dekabrning 10-lari edi taxminan. Shuni sotgan edim, 6200 ga baholab nasiya savdoga chiqarib bergan edim. Mana shu akamiz shu bugungacha to'la olmadi shu mashinani. Qaytanga 4 tomonini qashqa qilib olib kelib bergani qoldi. 6 oylik nasiyaga olib turib to'la olmadi. Ishlarni ham kir qilib shu turish olib kelib berdi. Ana endi shu mashinani men sotib, u akamiz bilan orani ochishimiz kerak. Xullas kalom 2015-yilgi mashina, zadniy mo'z korobkalari yaxshi, metan gazi bor. Mashinani hurmatli obunachilar, to'g'risini aytganda 4800 bo'lsa sotib olaman. Undan kamiga to'g'ri kelmaydi. Nima uchun deganda buni o'tgan yil men sotgan narximdan hozir mana shuncha yana tushib beryapmiz. Bu ancha nabarot zararga kirib ketamiz. Hozir bu aka ham aytib o'tiribdi, aka pulimni to'liq qilib bering deb. Bizlar aytayapmizki, aka pulingizdan kamida 500 saqlamasak iloji yo'q desak agar pulimni to'liq qaytarib bering deb o'tiribdi. Shuning uchun men bu mashinani 4800 ga sotishim kerak. 2015. Pulini to'la olmadi. 2015-yil. Yana bitta Damas'imiz bor, 21-yil Damas. $350 bosh to'lovi bilan chiqadi, oylik to'lovi 2.700.000 so'mdan to'g'ri keladi. Mashinani tan narxi $5800. Xohlang naqd pulga kelib 5800 ga oling, xohlang avtokreditga. Farqi yo'q bizlarga. 2021 mana diska balonlari o'rnatilgan, mashina tayyor. Xullas, yana bitta 21 bor. Keyingisi 18-yil Damas bor keyin. 2018. Zadniy mo'z korobka motorlari zo'r. Metan gaz o'rnatilgan. Tangi oq rangda. Yurgani 135 ming yurgan. Naqd pulga qiziqqanlar bo'lsa agar 4700 ga sotiladi shu mashina. 2018 Damas. Yurishlari ham zo'r. Hurmatli obunachilar, manzilimiz Samarqand shahar, Sakyana yangi yo'lda turibdi. Shu mashinalarimiz kelib ko'rib, narx nasiyaga bemalol olishingiz mumkin. Labo bor 23-yil. 23. Qiziqqanlarga 7,5 ming qilib beramiz. 23 radnoy kraskada metanlar bor, 12 diska balonlar qo'yilgan. Zibotlarni ichini ham bir qator ko'rsatishga harakat qilamiz. Zakon o'chib turibdi. Avtokreditga ham chiqadi, naqdga ham, barterga ham to'g'ri keladi. 2010 dan yuqori bo'lgan Damas'lar bo'lsa agar barter qilib beramiz shu mashinani. Kelaverasizlar xudo xolasa. Buni 2015 ni qiziqqanlarga oldindan 1,5 ming pulinglar bo'lsa variantga chiqarib beraman. $1,5 ming bosh to'lov qilib turib 6 oygacha olishingiz mumkin. Vikupkasiga ustmasiga qo'shiladigani oyiga $150 dan qo'shiladi. Endi bu yerga necha oyga yopsiz, o'sha bosgan oyiga $150 dan qo'shiladi bunga. Mashinani tan narxi $4800. Endi buni sizlar to kelganlaringizcha buni bir qator yuvib, taxlab yana bir chiroyli qilib qo'yamiz. Endi ishlari sal qilingan. Xullas qolamiz savdomizga.